Natija faqat tizim bo'lganda tug'iladi. Ko'pchilik rahbarlar bandlikni samaradorlik deb o'ylaydilar. Bizning madaniyatda ko'p ishlash qadrlangan. Tartib yaratish emas. Siz natija uchun kurashyapsiz. Lekin natija harakatdan tug'ilmaydi. Natija tizimli tartibdan tug'iladi. Ko'pchilik rahbarlar ko'p ish qilishim kerak deb o'ylaydi. Men ham o'zim shunaqa edim. Ertalabdan kechgacha ishlardim. Soat 10-11larga uyga kelardim. Keyin bizni ministrlarimiz, xo'jayinlarimiz soat 9-10larda ishdan ketgandan keyin biz ham uyga borardik. Nimaga? Chunki biz endi ko'p ishlasak, uyda ishxonada o'tirsak, demak biz yaxshi ishlayapmiz degan tushuncha bo'lardi. Birpas shuni tushundimki, ko'p harakat emas, tartib natijani tug'dirar ekan. Ko'p harakatni o'rniga bitta tartib, sistema, tizim qiladigan bo'lsangiz, o'shanda ko'proq natija bo'lar ekan. Men har kuni harakat qilardim. Sizlar ham shunaqa bo'lsanglar kerak. Men chunki tanishyapman, mana konsalting olib borganda rahbarlar bilan ko'p harakat qiladi. Kech qolishadi, ulgurmaydi. Men desam, ishim ko'p edi aka deydi. Qo'ng'iroqlar qiladi, uchrashuvlar olib boradi, qandaydir ishchilar bilan gaplashadi. Telegramlarda o'zlari ishlaydimi? Ular bitta narsa tushunmayaptiki, bu natija olib kelmaydi bu harakatlar. Tizim qilish kerak, tizimli harakatlar bo'lish kerak. Natija tartibli jarayondan tug'iladi. Tartibli jarayon deganda buni yozma ravishda qilish kerak-da. Yozma ravishda qiladigan bo'lsanglar, bu biznes proses deyiladi. Standart предприятие deyiladi. Oldin biznes prosesni yozasiz, yozgandan keyin standart bo'ladi. Korxonani standarti. Undan keyin bu standartni amalga oshiradigan bo'lsangiz, o'shandagina natija bo'ladi. Nimaga degan savol tug'ilyapti. Chunki standart bor. Standartni bilasizlarki, standart deganda mana ilgari bizda davlat standarti bo'lardi. SSR paytda GOS deyilardi. Keyin OST deyiladi, отраслевой standart. Korxonada korxona standarti, standart предприятие deyiladi. Standart bo'lgandan keyin har bitta odam o'sha standart bo'yicha ish olib borish kerak. Nechta ishga kelish kerak, qanday ish olib borish kerak, qanday qo'ng'iroq qilish kerak, qanday ishni bajarish kerak, kim javobgar. Agar buni bajarmasa qanday natija bo'ladi, minus pluslari. Standart bo'lgandan keyin demak o'lchashni boshlaymiz. O'lchash boshlangandan keyin albatta o'zgarishlar bo'ladi, albatta yaxshilash bo'ladi. Nimaga o'lchamagan narsani yaxshilab bo'lmaydi. Ko'plar aytadi, aka, men kerak bor menga o'lchash deb. Men o'zim bilaman, hammasi miyamda. Men aytaman, yo'q do'stim, qog'ozga tushiraylik, qog'ozga tushiraylik, tablitsa qilaylik, oddiygina. Tablitsa qilgandan keyin biz ko'ramiz. Men aytaman, mana ko'ryapsanmi? O'tgan oy sanda kam sotuv bo'lgan, bu oy ko'proq. Narigi oyda undan ham ko'proq bo'lgan sanda biznesdan sakrayadi raqamlari. To'g'ri olib boryapsan. Biznesing kasal. Buni vaqtida bilishing kerak, qachon kasalligini. Buni davolash kerak. Kasal odam bo'ladi, больницаga tushgandan har kuni doktor keladi. Har kuni medsinstra ukol qiladi, qon bosimini o'lchaydi, tabletkalarni beradi, yozma ravishda. Hammasini yozib boradi. Doktor keyin kelgandan keyin aytadi, "Aha, qildingmi? Natija qanaqa bo'ldi? Qani ko'raylikchi." Qon bosimini o'lchaydi, temperaturini o'lchaydi. Agar tuzalib ketgan bo'lsa, tuzalayotgan bo'lsa, demak yaxshi. Agar tuzalmayotgan bo'lsa, yana qo'shimcha bir narsa yozib beradi. Xuddi shunga o'xshagan biznesda ham ko'rsatkichlar. Ko'rsatkichlarni o'lchamasangiz, yaxshilash qiyin bo'ladi. Shuning uchun rahbar o'smoqchi bo'lsa, albatta harakatlar emas, tartibni boshqarish kerak. Tartibni yo'lga qo'yish kerak. Tartibni yo'lga qo'yadigan bo'lsanglar, o'shanda o'sish bo'ladi. O'shanda bo'ladi, tizim yaratiladi. Savol berishingiz mumkin. Ravshan aka, siz qayerdan bularni bilasiz? Nazariyani o'qib olgansiz? Yo'q, do'stim. Men zavodni, katta korxonani aksioner jamiyati direktori bo'lganda, minglab odam ishlagan zavodda biz birinchi marta nima qilganmiz? Birinchi navbatda mana shu jarayonlarni aniqlaganmiz. Yozma ravishda qilganmiz-da. Yozma ravishda qilgandan keyin standart yaratdik. Bizning korxonamizning standarti bo'lardi. Bu 1994-95 yillari do'stlar. O'sha paytlarda standart bo'ladi. Korxonaning standarti har bitta injener, har bitta master, har bitta начальник sex qiladigan ishlarni bilardi. Agar qanaqadir tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, qani to'xta standartni ko'raylik deymizda, standartni ochardik. Mana bitta sen buni qilishing kerak edi-yu. Sen buni qilmayapsan. Standart bo'yicha mana bu ishni bajarishing kerak deb o'sha aniqlik bo'ladi. Bo'ldi, dokument bu.
Shuning uchun siz agar o'sishni xohlasangiz, birinchi navbatda mana shu narsalarni yo'lga qo'ying. Bizning jarayonlarni yozib chiqish kerak. Undan keyin standartni yaratish kerak. Standart. Mana o'shandan keyin bizda tartib bo'lgandan keyin men bemalol boshqarardim. Bemalol. Qanday? Ertalab ishga kelardim. 1-2 soat ichida aylanardim zavodni 6 gektar. Har bitta odamlar uchrashib, har bitta sex boshlig'i bilan muammolarni, ya'ni yordamchim yonimda yurgani yozib borardi. Yozib keyin shu odam rahbar bor bo'lsa, unga topshiriq beriladi, yo'q bo'lsa chaqirib, unga topshiriq berardim-da, bo'ldi shu bilan peshinlarda borib tennis o'ynardi, uyga kelib ovqatlanardi, 1 soat dam olardi. Undan keyin soat 2-3larga borgandan keyin shu direktorlarni yig'ardim. 6 ta qo'shma korxona. Har bittasi o'zining vazifasini biladi. Har bitta korxonada standartlar ishlab chiqilgan. Har bitta korxonada o'zi qiladigan ishlar, kontraktlar tuzilgan. Mana o'shandan keyin men bemalol boshqara olardim-da. Rahbarning asosiy ishi nimadan iborat? Tartibni yo'lga qo'yish kerak. Tizimni yo'lga qo'yish kerak. O'shandagina o'tirib, o'ylab, 90% ishlarni hammasiga topshirish kerak edi. 10% ishlarni o'ylash kerak. Kimga topshirsam bo'ladi? Qaysi odam buni bajara oladi deb. 10% ishni topshirish kerak. Masalan, men yangi korxona ochishdan oldin yoki qanaqa yangi yo'nalish ochishdan oldin birinchi navbatda men o'ylardim. Kim buni qiladi? Kim buni qila oladi? O'shandan keyin shu odamni ishga qo'yarimda, o'rgatib, shu odam ishni bajarardi. Natijaning formulasi bor. Harakat, jarayon, standart, natija. Eslab qolinglar do'stlar. Ko'pchilik to'g'ri harakat qilmaydi. Ular mana shu jarayon bilan standartni o'tkazib boradi-da, oxirida natija xohlaydi. Harakat qilyapti, natija xohlayman deydi. Lekin mana o'rtada ko'ryapsizlar, demak bizda bor jarayon bor, standart bor. Mana shularni o'tkazib borishinglar kerak emas. Esdan chiqarmanglar. O'shandagina bu natija bo'ladi. Sizga 3 ta amaliy qadam bermoqchiman. Demak, birinchi navbatda nima qilamiz? 10 ta ishni tanlaymizda, ularning ichidan 3 tasini tanlab olishimiz kerak. 10 ta ishdan eng muhimi 3 ta ishni tanlab oling. Bu birinchi qadam. Ikkinchi, demak, mana shu 3 ta ishni tanladik. Buni bitta qog'ozga yozamiz. A4 deymiz, qog'oz. Oddiy qog'ozga yozamiz. Yozgandan keyin 1 hafta davomida faqat shu ish bilan shug'ullaning. O'sish ko'p ishlashda emas. O'sish boshqariladigan tartibda. Shuni eslab qolinglar do'stlar. Agar siz tizim qurishni boshlamoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga murojaat qiling, biz bilan bog'lanamiz.